Bir qarasang, hammasi odatdagi hayotdek davom etayotgandek tuyuladi. Ko'chada odamlar o'z ishlari bilan yurishibdi, do'konlar ochiq, bolalar maktabga ketyapti, qo'shnilar salomlashib qolishyapti. Lekin aslida bu qismda ko'zga ko'rinmagan urush allaqachon boshlanib bo'lgan. Eng xavflisi ham shu, hech kim hali baland ovozda iqror bo'lgani yo'q. Hech kim ochiqchasiga dushmanlik e'lon qilgani yo'q. Ammo har bir nigohda shubha, har bir sukutda qo'rquv, har bir muloyim gapning tagida esa yashirin hisob-kitob bor. Bu safar fojia eshik ortida turgani yo'q, u uy ichiga kirib bo'lgan. Endi bu hikoyada hech kimni faqat jabrlanuvchi, hech kimni esa faqat aybdor deb bo'lmaydi. Chunki har kimning qo'lida bir sir bor, har kimning yuragida esa bir xiyonatning soyasi yuribdi. Bu qismning og'irligi eng avvalo nazokat atrofidagi sirlarning tobora quyuqlashib borayotganda sezildi. Bir ayolning faqat qilmishi emas, ismi ham shubha ostiga tushsa, demak uning hayoti allaqachon ikkiga bo'lingan bo'ladi. Nazokatning aslida Feruza ekani ochilishi oddiy ma'lumot emas. Bu butun voqeaning ostidan yotgan katta yoriqdir. Chunki ismni yashirgan odam odatda faqat bitta haqiqatni emas, o'zining butun o'tmishini yashiradi. Mana shu nuqta juda muhim. Ko'pchilik buni mayda detal deb o'tib ketishi mumkin. Lekin serial aynan shunday mayda detallar bilan katta portlashlarni tayyorlaydi. Ism almashgan joyda munosabat ham boshqacha bo'ladi. Ishonch ham, ayb ham, muhabbat ham boshqa ma'noga kiradi. Demak, nazokatning bugungi qiyofasi bilan uning kechagi hayoti to'qnashadigan lahza yaqinlashib boryapti va o'sha to'qnashuv faqat uning o'zini emas, unga yaqin yurganlarning ham niqobini tushiradi. Nazokatning sukuti ham oddiy sukut emas. Bu qo'lga tushgan odamning gangigan sukuti emas. Ichida hammasini tushunib turib, qaysi haqiqatni qachon aytish foydaliroq ekanini hisoblayotgan ayolning sukuti. Bunday sukut eng xavfli sukut bo'ladi. Chunki bunday odam bir vaqtning o'zida ham o'zini qutqarishga urinadi, ham kimnidir asrab qolishga harakat qiladi. Ammo qism juda nozik bir narsani ko'rsatdi. U qanchalik mahkam turishga urinmasin, atrofidagi halqa torayib boryapti. Uni allaqachon voqeaning markaziga qo'yib bo'lishgan. Endi savol uning aybdor yoki aybsizligida emas. Endi asosiy savol shuki, qulay payt kelganda u kimni fosh qiladi va kim uchun oxirigacha sukut saqlaydi. Chunki ba'zi odamlar gapirib emas, aynan sukut saqlab ham atrofidagilarni halokatga olib kiradi. Manzura esa bu qismda juda og'ir ruhiy parokandalik ichidagi ayol sifatida ochildi. Tashqaridan ehtiyotkor, ichkaridan esa allaqachon yemirilib bo'lgan. Uning shoshilinch ketishga urinishi, bolalarni ko'rish bahonasini aytishi, o'zidan keyin nima deyish kerakligini tayinlashi, bularning hammasi bitta narsani ko'rsatadi. U xavfning oddiy noqulaylik emas, real burilish ekanini hammadan oldin sezdi. Manzuraning eng katta fojiasi shundaki, u hali to'liq jinoyat ichida emas, lekin ayb soyasiga kirib bo'lgan. Ana shunday vaziyatda odamning yuragi ikki tomonga yirtiladi. Bir tomonda jon saqlash instinkti, ikkinchi tomonda esa vijdon. Shu sabab u har bir gapni o'lchayapti, har bir odamga yarim haqiqatni ko'rsatyapti, har bir qadamini orqaga qarab bosayapti. Lekin serial juda yaxshi biladi, yarim haqiqat bilan uzoq yashab bo'lmaydi. Yarim haqiqat bir kun kelib to'liq fojiani tug'diradi. Manzura hozircha qochish bilan o'zini saqlab qolayotgandek ko'rinadi. Lekin aslida uning ichidagi vahima kuchayib boryapti. Eng katta xatolar esa aynan vahima kuchaygan pallada qilinadi. Manzuraning onasi bu qismda eng og'riqli xatoni qilgan odam bo'lib ko'rindi. U qizni himoya qilyapman deb o'yladi, lekin aslida qizning atrofidagi devorni yanada toraytirdi. Onalik bilan adolat o'rtasida qolgan ayol ko'pincha niyatiga suyanadi, ammo hayot niyatga qarab hukm chiqarmaydi. U rostni tanlagandek bo'ldi, lekin o'sha rost qizning ko'zida xiyonatga aylandi. Mana shu qatlam qismning eng og'ir hissiy yuki bo'ldi. Chunki ona uchun bu vijdon masalasi, qiz uchun esa sotuv. Eng achinarlisi, ikkovlon ham o'zini haq deb biladi. Mana shu joyda serial juda katta ruhiy portlash uchun zamin tayyorladi. Chunki yaqin odamning yaxshi niyat bilan qilgan ishi ham ba'zan eng katta xiyonat bo'lib eshitiladi. Kelasi qismlarda aynan shu dars kattalashadi. Manzura endi na onasini to'liq tushuna oladi, na nazokatga bo'lgan sukutini oqlay oladi, na o'z vijdonini tinchita oladi. Bu uch bosimning bitta yurakka tushishi esa odamni sindiradi. Sodiqning chizig'i esa bu qismda juda xavfli ravishda sovuqlashdi.
u to'liq aybdor kabi ko'rinmaydi, lekin mutlaqo pok ham emas. Ana shu noaniqlik obrazni yanada qo'rqinchli qiladi. Katta pulning yo'qolishi, muzlatilgan mablag'lar, ishchilar maoshi, tashqi bosim, bularning hammasi bir erkakning obro'siga, boshqaruviga va ichki hukmronlik hissiga urilgan zarba. Sodiq tashqaridan hamon nazorat qilayotgan odamdek ko'rindi, lekin ichkarida nazorat qo'ldan chiqayotganini sezib turibdilar. Bu qismda ko'pchilik e'tibordan chetda qoldirishi mumkin bo'lgan, lekin aslida eng yurakni ezadigan detal bolalar bilan bog'liq sahna bo'ldi. Onaning suratini kattaroq qilib chiqarishni so'ragan bola aslida rasm so'ramadi. U xotirani ushlab qolishga urindi. U onasini yo'qotib qo'yishdan emas, uning yuzini unutib qo'yishdan qo'rqdi. Mana shu juda katta detal. Kattalar pul, ayb, tergov, qochish, obro', g'urur bilan band. Lekin ularning har bir noto'g'ri qarori eng avvalo begunoh yuraklarga urilmoqda. Shu sabab bu serialning eng og'ir haqiqati jinoyatning o'zi emas, uning aks sadosi bolalarning ruhiyatiga urilayotganidir. Keyingi qismlarda qaysi sir ochilmasin, qaysi ayb isbotlanmasin, eng katta og'riq baribir mana shu begunoh ko'zlarda aks etadi. Yana bir muhim qatlam, umumiy ishonchsizlik muhiti. Hamma birovdan hadiksirayapti. Hamma nimanidir yashiryapti. Hamma kimdir sotib qo'yishidan qo'rqyapti. Bu endi bitta jinoyatning, bitta oilaning yoki bitta ayolning hikoyasi emas. Bu muhitning o'zi zaharlanib bo'lganini ko'rsatadi. Shuning uchun ham kelasi qismlardagi eng og'riqli to'qnashuvlar dushman bilan emas, yaqinlar o'rtasida bo'ladi. Do'st deb yurgan odam foyda tomonga o'tishi, ona himoya qilaman deb yana bir sirni ochib qo'yishi, sevgi deb ishonilgan rishta aslida hisob-kitob ustiga qurilgani birin-ketin ayon bo'lishi mumkin. Serialning eng katta zarbasi ham shunda bo'ladi. Odamlar yiqilganda ko'pincha begona zarbadan emas, o'z yaqinining vaqtida aytilmagan yoki noto'g'ri paytda aytilgan rostidan yiqiladi. Endi bashoratlar aynan shu qismning ichidan juda ravshan ko'rinib turibdi. Birinchidan, Nazokatning 2 ismli hayoti uzoqqa bormaydi. Uning o'tmishi bilan bugungi qiyofasi to'qnashadigan lahza juda yaqin. O'sha paytda faqat bitta sir ochilmaydi. U bilan birga ko'p odamlarning yashirin bog'lanishlari ham yuzaga chiqadi. Kimdir uni ishlatgan bo'lishi mumkin, kimdir undan foydalangan, kimdir esa hammasini bilib turib unga yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Ana shu bog'lanishlar ochilishi bilan voqea oddiy tergovdan chiqib, shaxsiy qasos, manfaat va munosabatlar urushiga aylanadi. Ikkinchidan, Manzura yaqin orada eng og'ir tanlov oldida qoladi. U yo o'zini qutqarish uchun butun og'irlikni Nazokat tomon itaradi, yo oxirgi lahzada bo'lsa ham ortga qaytib, vijdon tomon yuradi. Lekin qaysi yo'lni tanlamasin, bu tanlovning narxi juda baland bo'ladi. Agar u sukut saqlasa, gumon kuchayadi. Agar gapirsa, kimnidir cho'ktiradi. Va menimcha, uning ichidagi vahima yaqin epizodlarda tashqariga yorib chiqadi. Eng katta xato ko'pincha yomon niyatdan emas, bosim ostida qolgan odamning titroq qaroridan tug'iladi. Uchinchidan, Sodiqning sovuqligi ortida juda katta portlash pishib boryapti. U hali taslim bo'ladigan odam emas. U ortga chekinib yashaydigan ham emas. Shuning uchun u yaqin orada zarba beradi. Balki u o'zini oqlash uchun yangi aybdor topadi. Balki moliyaviy bosimdan chiqish uchun shunday qaror qiladiki, undan keyin ortga yo'l qolmaydi. Balki u odamlarni pul bilan emas, qo'rquv bilan boshqarishga urinadi. Har qanday holatda ham u endi muloyim yo'lni emas, keskin yo'lni tanlaydi. Chunki ichidan qulayotgan erkak tashqarida odatda yanada qattiqroq ko'rinishga urinadi. To'rtinchidan, kasalxona chizig'i hali boshlanishi bo'lib chiqadi. Yo'qolgan bemor, ichki taranglik, yangi rahbarning zaif nuqtalari, xodimlar orasidagi g'iybat va ichki raqobat. Bularning hammasi yaqinlashayotgan katta inqirozga tayyorgarlik. Ayniqsa, qasos bilan yashayotgan qizning ruhiy holati hali barqarorlashgani yo'q. U yana bir keskin qadam qo'yishi ham mumkin, yoki aksincha, kutilmagan bir rostni aytib yuborishi ham mumkin. Har ikki holatda ham bu voqea boshqa chiziqlarga ham ta'sir qiladi. Chunki serial hozir hikoyalarni yonma-yon qo'yayotgandek ko'rinsa-da, aslida ularni bir nuqtada to'qnashishga olib kelyapti.
Beshinchidan, onaning aytgan bir necha gapi bilan boshlangan mayda dars katta oilaviy parchalanishga aylanishi mumkin. Hozircha hammada o'zicha dalil bor, o'zicha oqlov bor, o'zicha haqlik bor. Lekin voqealar chuqurlashgan sari hech kim o'zini bemalol oqlay olmay qoladi. Ana shunda eng og'ir sahnalar boshlanadi. Ko'zda yosh bo'ladi, yurakda alam bo'ladi, tilda esa kechikkan haqiqat bo'ladi. Eng dahshatlisi, kechikkan haqiqat ba'zan yolg'ondan ham og'ir jarohat qoldiradi. Bu qismning kuchi voqealar sonida emas, hissiyotlarning tagidagi qorong'ulikda edi. Hech kim to'liq ochilmadi, lekin hammaning ichidagi yoriq ko'rindi. Hech kim to'liq yiqilmadi, lekin hamma allaqachon sirpanib bo'lganini his qildik. Shuning uchun endi oldinda keladigan to'qnashuvlar oddiy janjal bo'lmaydi. Ular kechikkan sevgi, ezilgan g'urur, yashirilgan ayb, himoya qilinmagan yaqinlik va sotilgan ishonch to'qnashuvi bo'ladi.